Zhuge bilan Gojiadan qaysi eng iqtidorli yurak berib, alt raqamini yo'llab saqlab etgandan keyin filmning davomini ko'ring. Üç padişahlıqni ko'rgan hamma do'stlar bilamiz. Zhuge bo'lsa Liu Beining mushaviri. Gojia bo'lsa Cao Caoning mushaviri. Endi ko'nlarda Gojia busi, o'g'ling buchu deydigan gap bor. Ya'ni Gojia o'lmagan bo'lsa, Zhuge chiqmaydi deydigan. Ammo tarix qaraydigan bo'lsak, yoki kinodimi Gojia bilan Zhuge yuzma-yuz tirkishib qolgan yoki urush qatnashgan ahvol yo'q. Gojia o'lgandan keyin Zhuge tog'dan tushgan. Endi ikkisini demak o'zaro bevosita silishtirish imkoniyati bo'lmagan demakchi. Ammo mening nazarimda men yanla Zhuge iqtidorli deb qarayman. Chunki Liu Bei o'xshash noldan boshlab elaktirgan. Ya'ni hech qanday qo'lida hech qanday askar yo'q, hech qanday narsa yo'q odamni yordam qilib, yetaklab turib bir rayondagi pasibani aylantirish uncha oson emas. Bunga nurg'un iqtidor ketadi, savatchanlik ketadi. Demak, mushuni qila olgan odamni bo'shcha qila bo'lmaydi. Agar siz bu gaplarni qo'shilsangiz, astiki kasayilgan alt raqamni qoldirib qo'ying. Mushu üç padişahlıqdaki igilik yaratish, igilik tiklash, muomala san'ati, so'zlash san'atiga o'xshash nurg'unlagan bilim to'plangan mushu kinodan texmi ko'p mazmunga erishmoqchi bo'lsangiz, texmi yaxshi javhar mazmunlarga erishmoqchi bo'lsangiz, meni Ünidor to'pimga kirib oling. Men Ünidor to'pda üç padişahlık va korxona boshqarish deb yurish dars so'zlab beraman. Ayrim xonam uchur qilish orqali to'pimga kirib olsangiz bo'ldi.